Bu videoni iPhone ishlatadiganlar ko'rmasin. Aks holda bir umr o'zingizni kechira olmasligingiz mumkin. Agar siz har yili yangi chiqqan iPhone'ni puliga Bitcoin sotib olganingizda, bugun sizni boyligingiz taxminan 1,5 milliard dollar bo'lardi. Tasavvur qilishingiz uchun bu pulga siz butun boshli Tashkent City'ni yoki Burj Khalifani to'liq sotib olishingiz mumkin. Ko'pchilik insonlar pulni o'zlari kerak bo'lmagan joyga sarflashadi. Lekin aslida siz investitsiya qilish orqali kelajakda katta boylik orttirishingiz mumkin. Albatta, mening ushbu so'zlarim iPhone'ning hamma foydalanuvchilariga tegishli emas, balki har yili yangi chiqqan iPhone ortidan quvuvchi insonlarga tegishlidir. Shu o'rinda mashhur investor Warren Buffettning bitta so'zini eslatib o'taman. Agar sen o'zingga kerak bo'lmagan narsalarni sotib olsang, vaqti kelib o'zingga kerak bo'lgan narsalarni sotishga majbur bo'lasan.